Rahmat kızlarım, oğullarım, geleceklerini parlak olsun, gelecekte yaşlarına yiğit ve kızlar bulmak, gelecekte vatanımızga hizmet kıladigan yerdi halkı yaxshi tushunadigan, ularni talablarini bajaradigan insonlar bo'lmak deb doimo sizlardan xalqimiz, yerimiz, ota-onalarimiz xursand bo'lsin. Shunday yashaganlaringiz o'g'illarni mana shunday ajoyib O'zbekistonda rivojlanayotgan davrlarda amalga oshsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Opa bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni faoliyatini ko'rib yurish nasib qilsin. Rahmat. Xotira va qarindosh kuni munosabati bilan mana maktablarimizdagi o'qituvchilarni xotirlab borlarimizni e'zozlab keldik yana. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz huzur halovatini ko'rib yurish nasib qilsin. Barimiz ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Hammalarni businglar haq katta bo'lganlaringda mana shu rahbarlarga o'xshab, ustozlarga o'xshab oliy ma'lumotli bo'linglar ko'p. Hammalaringizga uzoq umr tilayman. Ishlaringizga rivoj tilayman. Har doim umid qilaman. Barada qolasan. Sağlıklı. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman, charchamayapsizlar? Yaxshi. Kaçamıyorsunuz. Sağlıklı dersiniz. Arayacağısınız. Ha, geliyoruz bayramlar bile. Umringiz uzoq bo'lsin. Xotira va qarindosh kuni munosabati bilan hamma o'qituvchilarimizni, faxriylarimizni qadrlab, tabriklab, umr tilab kelyapmiz. Bolalaringiz huzur halovatini ko'rib yurish nasib qilsin opa. Sog' bo'l. Xafa bo'lmang. Shunday yaxshi, shunchalik Bu. Yurtida bak Yosh o'qi. İşlerge olma. Hop. Ay katta kız bu. Oh, mani yana kızım. Yana kızım. Katta kız bu. Yosh o'qini. Ha? Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Rahmat. barcha o'qituvchilarimizni, mana shu faxriylarimizni tabriklash uchun, ularga uzoq umr tilash uchun shu maqsadda mana shu narsani tashkil qildik. Rahmat. Lekin yana bu shu qatorda men aytmoqchimanki, mana shu inson tufayli, mana shu ustoz tufayli men mana shu darajaga yetganman. Meni ishga olganam, ma'naviyatchi qilib tarbiyalaganam. 30 yildan beri ma'naviyatchi bo'lib ishlashimga bu kishini hissasi katta. Rahmat sizga. Rahmat. Opam bilan qo'sha qaring. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Huzurli ko'ringlar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Munosabati bilan barcha o'qituvchilarimizni mana shu maktabda ishlagan faxriy o'qituvchilarimizni qadrlab umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Yıllar bilan tabriklar. Barcha o'qituvchilarga, o'qituvchilarga rahmat. Katta rahmat. Mayli, tabrik. Assalomu alaykum. Ishingizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Akam qani? Bo'g'im sherdi. Rahmat. Abaglapa, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan barcha mana shu faxriy o'qituvchilarimizni qadrlab, qo'sha qarsin akam bilan deb, bolalarimiz huzur halovatini ko'rsin, yaxshi niyatlar bildiraylik deb keldik. Sog' bo'ling, yaxshi yuring. Erkakka o'xshab yig'lamang. Nega yig'laysiz? Qizning akasi-ku, Abaglapa. Biz siz bilan faxrlanamiz. Boshlanishlarini qiroli bo'lgan deganman, ko'rmaysizmi, Abaglapa? Sizlar Mayli. Sog' bo'ling. Yaxshi yuring. Mayli, Abaglapa. Yaxshi yuring. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Sog'misiz? Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan mana shu faxriy o'qituvchilarimizni hammasini holidan xabarlab, ko'nglini so'rab, bolalarning huzur halovatini ko'rib yurish nasib qilsin deb
yaxshi tilaklardan keldik Sharifa. Sizga uzoq umr tilayman opa. Yaxshi bo'ling, sog' bo'ling. Qo'llaringiz huzurni ko'ringlar. Mayli opa, mayli. Yaxshi o'tiring opa. Mayli opa. Bo'pti, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi o'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Batiringizlar. Mayli. Xalqaro qarindosh kuni munosabati bilan barcha o'quvchilarimizni mana shu faxriylarimizni qadrlab, ularga uzoq umr tilab, bolalarimizning halovatini ko'rib yurish nasib qilsin deb yaxshi tilaklardan sizlardan bir Allohning xabarini yetib keldik. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi yuring. Mayli. Bolalarimizni ko'ringizlar. Katta rahmat. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Qaramba. Sizga qilgan keldik. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilagani. Akam bilan qo'sha qaring. Bolalaringizni halovatini ko'ring. Sizni qadrlab keldik. Hamisha qadrli bo'lishingizni istaymiz opa. Sog' bo'ling, yaxshi yuring. Muborak bo'lsin. Yüzlerce girin, yaşlı bak, bunlar yengem bilen birge, çocuklarım, yaşlı sürün, yuvaralarını itibaklıga, kadınlarını itibaklıga, sağ salamat bulun. Yana sabır edin. Uzun istaşlar diyorum. Ay yaşlı. Tilen olamam da yaşlı istaşlar çemersem ya. Yürüyüzleyin. Rahmet. Kukulcu ve Fatıra ve kadınlar, kadınlar pisler kiydik. Allah'ım rahmet size. Bizlerge küreyin, bizlere yaşlını süreyin. Egen bilen koşa karın. Charchamayapsizmi? Sürünü göreyim. Vallahi değil. Rahmet güzel istedik. Selamat. Fatıra ve kadınlar bilen bizler girdik kadınlar. Bizlerge küreyin. Geçen davrlar mı? Hayır bu bir ko'rgan Bizlere boshqa yaşlını so'zlar bor. süreyin. Abi yana fırsatdan keladi, bugün yana hiç tavuk koyadın. Dörtte kopyapsızlar. Ha, kelinglar. Kadınlaş günü bilen sizler kadınlar bildi. Bizlerge küreyin. Bizlere yaşlını süreyin. Katta rahmat. Güzel yaxshimi? Bayramlarimiz yaxshi tayyorgarlik bo'lsin. Ha, bular. Fatıra ve kadınlaş günü bilen sizi kadınlar Hammalarınız yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi qoldingizmi? Mana Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan sizni bizlar qadrlab keldik. Doim sog' bo'ling, bizlarga kiring. Nafaqat yoshlarimiz ko'p yil surib, yoshini farzandlarimiz, nevaralaringiz, Sağlıkla kelganlaringiz uchun katta rahmat. Bormizlar, kollektivlarim yaxshimi? Hammasi sog'lommi? Ishlab yuribsizlarmi? Hali yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi qoldingizmi? Sizni 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qadrlab, eslab keldik. Tomonidan huzurni ko'rib yuring. Bizga yaxshi uzoq yillar suring, doim sog' salomat yuring. Kamila?
Sen. Eyvallah, ben hem eyvallah bunu yaptım. Senin için eyvallah vereceğim. Hadi sen. Hadi sen. Yapsın sen. Bir seneler yapsın, olsun yapsana. Hatta bak hazırlaş kırılma sabahı bilen, mana şu bayramımızda, mektabımızda taşkent kıldık. Barcha faxriy o'qituvchilarimizni qadrlaylik, so'raylik. Yaxshi niyatlar tilab keldik hammaga. Alloh huzur halovatini ko'rdik ana. Nevaralaringni ko'r, to'ylar qil, yaxshi kunlaringda hamisha sherik bo'laylik.